Hech ahamiyat berganmisiz? Agar siz qanaqadir kurtka sotib olsangiz, xuddi shunaqa kurtkasi bor insonlar ko'chada ko'payib qolishadi. Yoki deylik siz Malibu sotib olsangiz, Malibusi bor odamlar yoki umuman olganda Malibular ko'payib qoladi. Bu narsani psixologiyada qizil mashina effekti deyiladi. Buning sababi juda oddiy. Bizning diqqatimizda resurslar cheklangan va odatda ko'p narsani ko'rmay qolamiz, bilmay qolamiz. Misol uchun qo'limizda telefonni olib, shu telefon qayerga qo'ygan ekanman, qayerda turibdi deb qidirib yurishimiz mumkin. Va shu sababli sizga tegishli bo'lgan narsalarga diqqatingiz chalg'averadi. Aytaylik, sizni mana bitta shunday joyda, tovushli joyda ismingizni aytsam, siz o'sha narsani eshitasiz. Bu narsani effekt вечеринки deydi. Ya'ni вечеринкада qayerdadir diskotekada bo'lsa ham, davron desa eshitasiz. Kerak bo'lsa qanaqadir boshqa tovush bo'lsa ham ismingizni eshitaverasiz. Bu ham xuddi shunaqa. Siz agar nimadir sotib olsangiz, xuddi shunaqa narsalarga e'tibor berishni shunchaki boshlaysiz. Ba'zi insonlar o'ylaydi-ku, meni miyamda qanaqadir to'lqin tarqiydi va shu to'lqinning hisobiga dunyo o'zgarish boshlaydi. Aslida olganda unaqa emas. Aslida olganda bu oddiy psixologiya. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Miyani rivojlantiring. Paka-paka.